Tandir ekologiyaga zararmi yoki sog'liqqa? O'tgan haftada tandirda non yopmaslik ayollarda rakka sabab bo'ladi deyilsa, bu haftada tandir ekologiyaga zarar keltiradigan bo'lib chiqdi. Aniqroq aytsak, Toshkent viloyat hokimi Zoir Mirzayev fikricha, o'zbek ayollarida rak ko'payib ketayotgani sababi ular non yopmay qo'ygani ekan. O'zbekistonda har yili 4000 ayolda ko'krak raki, oxirgi 14 yilda 1887 ta ayolda bachadon bo'yni raki aniqlangan. Ulardan yarmidan ko'pi so'nggi 3-4 bosqichda yoki vafot etgan, chunki erta diagnostika qo'yilmagan. Xo'sh, nega rak ayollarda bu qadar ko'p? Masalan, bachadon bo'yni raki ayol organizmida jinsiy sheriklarning ko'pligi yoki sherigining jinsiy sherikliklari ko'pligidan kelib chiqadi. Bu degani erkak kishi ko'chada har xil ayollar bilan xiyonat qilishi o'z xotinining o'limiga olib kelmoqda. Chunki o'zbek oila qadriyatlarida ayolning xiyonati kamdan kam uchraydi. Erkak kishiga nisbatan esa bu holat ko'pincha normal qaraladi. Ikkinchisi esa ko'krak raki. Bu gormonal o'zgarishlar oqibatida hujayralar keragidan ortiq o'sib borishi. Ba'zan kech tug'ruq yoki bolani emizmaslik ham sabab bo'ladi. Asosan 50 yoshdan keyin uchraydi va ayollar odatda tibbiy ko'rikka qatnamagani va ertaroq aniqlamagani uchun ko'pincha o'lim bilan tugaydi. Ko'rinib turibdiki, ikkala holat ayollarda oila va jinsiy hayot bilan bog'liq. Bunda qizlar o'smirlikdan olishi kerak bo'lgan intim emlashlar 50 yoshdan keyin mamolog ko'rigidan o'tib borish ko'nikmasi kerak. Xullas, bunday jiddiy masalaga tandirning aloqasi yo'q, balki xiyonat, tibbiy ko'rik ko'nikmasi va albatta oila muhitining ta'siri katta. Bu albatta kimningdir subyektiv yoki ilmiy fikri. Biz tahlilda qoralashdan yiroqmiz, biroq shunda tandir nimaga zarar? Ekologiyagami? Kuni kecha Andijon viloyatining Shahrixon tumanida ekologik nazorat reyti chog'ida ayrim ko'chalardagi somsa tandirlarining sindirilgani aks etgan videolar ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Videoda ishchi guruh rahbari bu harakatni tuman hokimining topshirig'i bilan bajarganini aytgan. Viloyat hokimligi bu holatni tezda o'rganib, mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ygan tuman hokimiga intizomiy jazo sifatida hayfsan e'lon qildi. Shu bilan birga kelgusida bunday holatlar takrorlanmasligi uchun tushuntirish ishlari olib borilganini ma'lum qildi. Fikrlar turlicha, lekin yillar davomida non yopilgan yoki nonvoylarning rizqi terilgan tandir kimga zarar beryapti o'zi? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Qisqa yangilik va xabarlarni birinchilardan bo'lib Qisqa News'da kuzatib boring.